siz mana o'rgangansiz ko'proq Xiva xonligini, keyingi so'nggi asrlar, so'nggi o'rta asrlar qozoqlar va o'zbeklar, turkmanlar, qoraqalpoqlar birlashib tashqi kuchlarga kurashgani haqida ma'lumotlar bormi? Bor. Bu albatta yuqorida aytdim, harbiy qo'shinni ko'proq o'sha davrda urug'lar tashkil qilgan. O'rta asrdagi qoidalar shunday. Ya'ni urug'lar degani turkiy urug'lar deyapsiz. Turkiy urug'lar. Masalan, biz aytdik yuqorida Qo'ng'irot deydi, Birili, Do'rman deydi, Ming deydi, 100 deydi. Turli urug'lar o'sha qo'shinni tashkil qilgan. Bular albatta muntazam qo'shinni muntazam qo'shin tuzilganligini ko'rsatib beradi. Masalan, Amir Temur davrida ham ko'ramiz. Qo'shinni ko'plab turkiy urug'lardan tashkil topganligini. Endi albatta bu keyingi davrlarda ham masalan Xiva xonligida o'sha 1512-yillarda masalan o'sha Eron safaviylari qizil bostirib kelganda bularga qarshi birlashish, qizilboshlar deydi. Birlashish kuchayadi. Masalan o'sha davrda bularga qarshi qandaydir odamlarda o'sha aslan ko'pincha diniy nima o'rinda turganda diniy omilda hisobga olinib, ya'niki qizilbosh shiyalar bostirib kelyapti deb o'zbek xonlari qozoq xonlariga xatlar yuborganligi haqida ma'lumotlar bor. Bu bir-birlariga u yoqqa yuboriladi xatlar. Keyin bu yerdagi turkmanlar birlashadi. Masalan shu qoraqalpoqlar birlashadi. Bu o'sha davrda shunday urug'lardan tashkil topganki, hozirgidek masalan bo'linish bo'lmaganda, ko'proq urug'lar nisbatan olib qaraydigan bo'lsa, hammasi qo'shin bitta bo'lgan. O'sha paytda Xiva xonligida masalan sulola arab shohiylarmi bitta hukmdor yagona bayroq ostida birlashgan. Demak, bularda bir nechta elatlar, ya'ni Turkiya xalqlari diniy omil muhim o'rin tutgan. Chunki urug'lar bo'lgan bilan hammasining diniy boshqalari bitta yagona narsani tashlaydi. Masalan, turkmanlarda Yovmut, Chovdir, Yimrali, Qoradoshli deydi, Saqqar yoki Sariq degan turli urug'lar bor. Bular ham asosiy. Qoraqalpoqlarning juda ko'p urug'lari. Bular ham harbiy qo'shinda bemalol, hattoki ulardan harbiy sarkardalar chiqqan. Qo'shinni boshlab boravergan.